Davudning hikoyasi. Ya ağaylar, bu Davud diye adaş kelmeydi oxşamamdı. Shundaq Osman adaş. Bıçakçı Davud'un sayısı mı görünmeydi o? Oldu, sorunu başlayıvereyli bulmasa. Çala qurba adaş sazne. Bugün bir kanıgıç anlayılı adaş. Maqlı adaş. Ha ağaylar, Davud cho'qim keladi. Yani birdam saqlab baqila, ha? Peysin bu adaş. Qanda başlaydım Yaxshi ağaylar. Mana men degan-ku, Davud mi keldi mana? Davud adaş, kechikib qolding ku. Şu anam bilan dadam uxlab qolganda andim keldim men. Davud, sen nimandaq to'q yurak? Men har qancha to'q yurak bo'lsam-mu, anam bilan dadamdan qo'rqaman. Vay, bo'ldi adash. Qani ustiga chiqib azada Ustiga chiq adaş. Ha, qara, ustiga chiq. To'rguta. To'rguta adaş. Ha, o'ltiravermay. Ha, to'g'ita adaş. Yelim kechikib kelding sorunga. Ala adaş, qani, yigina. Qani, ala. Alisi men yeverdim ha. Ha, yigina. Ola. Qara buni o'makligini. Qurban adash. Ha? Olim og'aynimizning hurmatiga bir padi chala. Bo'ladi ağaylar. Alimjonning shaharda ish tushganligidan nihoyat xushal bo'ldim. Bu mu Alimjonning maktabni yaxshi o'qiganligining natijasi mana. Bek maqtuvatdan qurba adaş. Bo'ladi. Unda Osman Alimjonning hurmati uchun o'zim eng yaxshi ko'radigan bir naqshamni chalay. Chala adash. Berib sening so'g'uq malanga jinim. Talmurdim. Isil hey. O'zimizning og'aynisi bo'lsan. Bek eslaytding adaş. Rahmat. Og'inamning eng oldi qurban adashsan. Hey, og'aylar. Soz paznimi anladik. Endi maypaylardan ozroq ichmaylimi? Shunda qadash, eliqqa esilmaylaringdan qo'ya. Bo'ladi og'aylar, chatoq yo'q. Mana. Mana bu uzundan beri ichish ko'zim qiymagan isil aroq. Bugun olim og'aynimizning hurmatiga chiroshqisi ichaylar. Men at sardil yo'lga chiqma ag'ila. Meni zo'rlamanglar bo'ldi. Bo'ladi adash. Buguncha sen ichma. Seninkini biz ichile. Qanday dedim qurba adash? Shu adash, to'g'ri deysa. Bo'ldi adash hamsa. Boshlaylik, ha? Ha. Qani adash. Ha? May ishmisam bir yerlarim turar qichib. May ishsam bir yerlarim turar ichib. Qichqan yamankan ichqandimmi? Shunglashqa qoldim may bilan chiqishib. Ala Hoca adaş. O'tiraylik. Hoca. Hoca. Sanson adaş. Dadaş. Yeydiğandımı yedim. İçidiğandımı azrak içe. Voy, men bu haroq deganda azaldan ichib boqmasam ya, ichmayman men, ichmayman. Davud, bu vaqo bizdek erkaklar ichadigan narsa. Ala-chi? Şu adaş, bunu içmesen, Amine'ge kokmayı gep kılalaysa emasmi? Qanday dedim ağaylar? Shunda.
Şundaq mı? Ha? Albatta. Men bu hozirgi ayolim quvag'u. Aroqni bulishib ichib olib, ko'nglimni gaptirim degan mana. To'y qilib baxtli ketyapmiz-ku. Bunu demese. Amine üçün içsem mi? Durum ki içip koyayım. Mana o'g'il bola erkak. Ha, mana. Qani xo'ja. Güp bu da. Amine. Siz üçün işim attım ehl Amine. Hoşa. Ha, mana. Oy. Davut. Ha, mana hamda erkakka o'xshadi adash. Qani adash. Buni mi ishvat? Bayqisa sening hurmating. Bu sening navbating. İçmeyim ben. İçmeyim. Davut adash. Amina uchun bo'lsin ko'tarayotgina. Xo'sha? Xo'sh adash. Amine. Siz üçün yani iş kilovatı ben. Hoşa. Ha, qani güppüdi ko'taradi adash. Qani, ko'pirib ko'tarib o'ta adash. Mana hamda erkak o'xshadi mana. Ola adash, yeydigan narsalarni olib. Qurbon adash, yana bir parchala. Bo'ladi adash. Men so'rinni hurmati uchun sizlarga o'zim eng amriq naqshamni chep beray. Rahmat adash. Seni suyganim Mobriyak berib qopti. Men qaytay. Atatigan saharda baldur yo'liga chiqmasam bo'lmaydi. Yana birdam o'ltirib menga adash. Shuni deyma. Bo'ldi, rahmat adash. Yana o'ltirishamiz. Olim adash. Shahar kirkit bizdek alog'ini janjigar do'stlaringni unutib qolmajmi? Xotirjam bo'linglar, og'illar. Mening yo sizlardan boshqa og'inam bo'lmasa, shahar tarafga o'tib qolsanglar, izdanglarjimi? Bo'ladi adash, chataq yo'q-ku. Seni izdaymizku. Seni izdimsa kim izlaymiz biz? Bo'ladi adash, oq yo'l olsun. Boluda adaş. Özünü. Asra. Ma'qul adash, men mang'ayimsa, Davudni bek mas qilib o'tmanglar, ha? Xotirjam bo'laver adash. O'zimiz bir qulluq qaraymiz-ku. Ma'qul og'illar, xo'shamsa. Ma'qul. O'zimning-ku. Ma'qul adash, xo'shamsa. Ma'qul adash, xo'shamsa. Qurbon adash. Yana bir padi chala. Chasam chalay adash. Hey. Bak. Aklavay şu bıçakla özem bıçalay. Chilishni bilmaydigan odamga gitar chalaman degichi berib umujani chalay. Hey. Osman Galdun. Ben çalımen dedim mi? Çalımen. Amine üçün bozumu çalımen ben. Hey. Qachon qarisi Amina degan. Hajab biz erikdimmish Amina degandan. Hey. Osman Galdun. Sen Amine'ni tilgavudek kimden ha? Vay. Çale beni gitti diye. Çale. Davut adash. Mas'ub qolsam bo'ldi, qo'ya gitarni. Vay yok ile sen mi? Nimda qildi bu? Davud, sen mas'ub qolsa adash. Vay yakala bana. Bo'ldi qila. Voy. Çale beni gitti diye. Çale.
Şöyle gittirdi. Mana. Yar bey, iki kulum var yar bey. Yarda... Oy! Hey, kimingni qo'qitsa, ha? Men Davudni azaldan birasi qo'qitishga petnib baqqan emas. Hey, sen bilemsen ha? Men muşu yezide 6 ay oldu yollas izlep yürgili. Şundak. Yakala bana. Men Davudni hiç kim qo'qitib petnib baqqan emas. Amine! 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 Amineni suyman. Amineni suymani. Uy! Hey! Sen kimini qo'qitsa, ha? Yaqinama. Eli bika, Müslümanın temini tetik kalırsan bika. Kettim hemen, kettim. Amineni suyman. Amineni suyman. Davut? Ay, hepsini. Ay! Ay! Ya! Hepçi mu bu Davut ne kondak qilib etsen bula? Dada! Ecirim dada, gözünüz içine. Ana! Ecirim dada! Vay ecirim dada! Ana! Emeğe gelin, emeğe. Oy balam. Bu, Dadısı. Oy dadısı bo'ldi? Dadısı. şu ben gözümü açsam, dadam şu topu yatkan eşektek yetipti. Oy. Dada! Oy can. Oy. Bu Davut degan to'qin opoqi. Aman bir kuni
Meni o'ltirdiga o'xshaysan. Voy, yo'q, dada, men shu tushimda mundalik qilsam. Oy, Oy. dadısı.